Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taologa hamdu sanolar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovatu salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, sizlar bilan nurun ala nur Qur'onni o'qib o'rganishlikdagi navbatdagi darsimizni boshlaymiz inshaalloh. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling hamda bitta like bosib videoni tarqalishligiga hissangizni qo'shib keting. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi darsimiz vov alifya. Fathadan keyin kelgan vov undosh ham cho'zib a qilib o'qiladi. Masalan debdi: Solatun, zakatun. Mana bu joyda vov harfi kelyapti. Ustida ya sukuni yo'q, ya harakatsiz vov bir o'zi kelyapti. Shundan oldin alif kelsa, alif cho'zib vov o'qilmay, alif cho'zilib ketadi. Solatun, zakatun, zakatun. Mana bu joyda vov o'qilmayapti. Alif cho'zilib ketyapti. Agar vov bir o'zida kelsa, alifni cho'zib o'qiymiz ekan. Zakatun, zakatun, hayatun, g'odatun, hayatun, g'odatun, g'odatun, riba, riba. Keyingi darsimiz yozilsa-da o'qilmaydigan harflar. Ushbu so'zlar boshidagi alif harfi vov bilan yozilgan bo'lsa-da, vov mad qilinmaydi, balki oddiy zamma kabi o'qiladi. Qur'onda ular ustiga shunday belgi qo'yilgan. Masalan, ulu, uli. Mana bu joyda aytilyapti, vov yozilyapti, lekin o'qilmayapti. Nima uchun? Chunki u deganda v harfi ham chiqadi. Shuning uchun u harfini cho'zamiz. V harfi o'zi paydo bo'ladi. Ulu, uli, ulati, ulai, ulai, ulaika, ulaika. Hop, keyingi darsimiz shuningdek so'zlar oxirida kalimalarning jami ko'plik alomati bo'lgan vovdan keyingi alif ham o'qilmaydi. Masalan, amanu, amanu. Mana bu joydagi alif vov kelsa, vovning sukuni yoki u harflar, a harflar bo'lmasa, amanu u cho'ziladi. Alif vov o'qilmay ketadi. Aminu, aminu, qalu, qalu, i'lamu, i'lamu, i'malu, i'malu. Keyingi darsimiz quyidagi misollar kabi so'zlarda ham o'rtada kelgan alif o'qilmaydi. Masalan, bil g'oybi, bil g'oybi va bil axirati. Hop, mana bu joyda alif kelyapti. Mana bu joyda l harfi sukun bilan kelyapti ustida. L harfi, ya harfini qanday harf bo'lmasin, mana bu alifdan oldin keyingi harf sukun bilan kelsa, mana shu harfga o'tib ketamiz. Bil g'oybi va bil axirati kal farashi wal asr. Bil g'oybi va bil axirati va bil axirati kal farashi wal asr wal asr wanhar wanhar wal mushrikina wal mushrikina
والمشركين رب العالمين رب العالمين رب العالمين صراط الذين صراط الذين غير المغضوب غير المغضوب غير المغضوب هم المفلحون هم المفلحون هم المفلحون ليلة القدر ليلة القدر حذر الموت حذر الموت وإذ استسقى وإذ استسقى وإذ استسقى أنفسكم استكبرتم أنفسكم استكبرتم Bu Qur'on oyatlari ekan. E'tibor berib, to'g'ri qilib, yaxshilab o'qiymiz. Bugungi darsimiz shular inshaalloh. Sizlar bilan Nurun ala Nur kanalimizga like bosib, videoni tarqalishligiga hissangizni qo'shishni unutmang. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.